Hovlingizga landshaft qilmoqchisiz. Qanday daraxt ekishni bilmayapsizmi? Greenworld Eco yordam beradi. Men sizga landshaft uchun zarur bo'lgan top 3 ta ko'chatni tanishtiraman. Tabiatning tirik durdonasi lola daraxti. Daraxtingiz gullaganda atrofingiz tabiiy asal hidi bilan to'ladi. Juda tez o'sadi va havoni 5 barobar ko'p kislorod bilan to'yintiradi. Можжевельник Skyrocket yashil, chiroyli va barhayot landshaft orzu qilganlar uchun maxsus taklif. To'g'ri o'suvchi shakli bilan har qanday hovli, bog' yoki yo'lak bo'ylab juda estetik ko'rinadi. Patinia Red Robin bu nafaqat dekorativ buta, balki har bir hovliga nafislik va boylik bag'ishlovchi o'simlikdir. Yangi unib chiqqan barglari yorqin qizil rangda bo'lib, keyinchalik chuqur yashil tusga kiradi. Bu sizning bog'ingizni yil davomida rang-barang qiladi. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun sahifamizga